Ongingizda shunchalik pastga tushdimki, endi hech qachon tura olmasam kerak. Aybdorman. Sodda va ahmoq ekanman. Men irodasizlik qildim. Kechiring, Rusi. Kechiring. Iltimos kechiring. Angliyadan qaytganingizdan keyin 6 oylik dengiz safariga ketmoqchi edingiz. Sizdan ayrilishni istamagandim. Ammo menga quloq solmadingiz. Hammasi o'shanda boshlandi. Bo'sh vaqtimni Priti bilan o'tkaza boshladim. Uning yonida yolg'izlikni unutgandek bo'lardim. Gohida bizga Vikram ham qo'shilardi. Bir safar Priti mening tug'ilgan kunimni o'z uyida tashkil qildi. U yerga borganimda esa ming bora uzr, punaga ketadigan bo'lib qoldim. Yaqin do'stim avariyaga uchrabdi. Senga Vikram qarab turadi. Keyinroq gaplashamiz. Bo'pti, xayr. Bo'pti. Priti Vikram, men ham ketsam, bu yerda hech kimni tanimayman. Shuning uchun Nega? Axir tug'ilgan kun seniki-ku. hech kimni bilmayman-ku axir. Qo'ysangchi. Dunyodagi eng go'zal ayol bunday demasligi kerak. Lekin Bo'pti. Menga 10 daqiqa ber. O'zingni noqulay his qilsang, ketaverasan. Kelishdikmi? yaxshi. Janoblar va xonimlar, mana siz kutgan Sintiya. Hammamiz tabriklaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vikram imkon qadar menga xushomad qilib, yaqinlashishga harakat qilardi. Bir daqiqaga ko'zingni yuma olasanmi? Lekin Sintiya, menga ishon. Senga baxtli bo'lishni tilayman. uzr, buni ololmayman. Nega? Yoqmadimi? Chunki bu juda Qimmatmi? ha. Nega yo'qding? Qani? Sen uni qabul qila olmaysan. Men esa yo'q deyishingni. Arzimagan narsaga vaqt ketkazmaylik. Esing joyidami? Arzimagan emas. Top uni. Topsam, taqasammi? Mayli, taqaman. Priti bir necha hafta kelmadi. Vikram meni kechki ovqat va turli tadbirlarga taklif qilardi. Bu boshqa gap. Bir kuni Vikramning uyida ikkalamiz qoldik. Kuchli jala yog'adiganga o'xshaydi. Sen uchun. Sintiya. Shoshma. Diqqat bo'l. Yaxshimisan? Ha. Nima bo'ldi? Oyog'im lat yedi shekilli. Uyga kerakli doktor chaqiraman. Yaxshi. Vikram, Hammasi yaxshi. Tinchlan.